Qachonki siz farzandingizga erkinlik bersangiz, ya'ni hattoki bir dasturxon atrofida o'tirganda unga bemalol o'zini fikrini bildirishga, uning deylik o'sha oilada pozitsiyasi, roli borligini his qildirishga bersangiz agar, farzandingiz shu qadar erkin bo'ladi. Ya'ni bolani doim o'chir, sendan hech kim so'ramadi, sen gapirmagin, men sendan so'radimmi, nimaga menga gapiryapsan kabi gaplar bilan o'zini fikrini bemalol erkin ifodalashga ruxsat bermas ekansiz, tabiiyki farzandingizni shunchaki o'ziga ishonmaydigan va bahosi past inson bo'lib voyaga yetishiga sababchi bo'lasiz. Ya'ni aynan mana shunday oilada, muhitda katta bo'lgan bolalar ertaga o'zining fikrini ko'chada ham bildira olmaydigan, bemalol gapira olmaydigan, unga yoqadigan yoki yoqmaydigan narsani ham ayta olmaydigan, umuman olganda emotsional intellekti juda ham past bo'ladi bunday insonlarni. Va shuning uchun ham bolangizga nimadirni taklif bersangiz, senga yoqyaptimi, senga to'g'ri keladimi deya so'rang. Agar bolangiz ha menga yoqyapti desa bo'lsin, agar yo'q menga yoqmayapti desa hech qachon uning xohishiga qarshi bormang. Yo'q senga yoqishi kerak, yo'q sen shuni qilishing kerak, yo'q sen shuni qilishing shart, yo'q u qilgisi kelmayapti buni hozir. Xo'p, sen hozir buni qilma, dam ol, keyin biz bu mavzuga yana qaytamiz. Bo'ladimi shunday qilsak deya bolangiz bilan doim kompromissga, doim kelishuvga boring. Lekin hech qachon uning erkinligini bug'mang. O'ziga ishongan, bemalol gapiradigan, hamma joyda o'zini fikrini bildiradigan inson bo'lishiga zamin yarating.